Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz. Mana bugun xudo xolasa Alp mototsiklimiz 2 tonnalik 1.40 ga 2.20 lik kuzov, borti balandligi 1.20 mototsiklimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumaniga sotildi. Naqd pul asosida narxi 29 million so'm bo'ldi. Akamizga naqd pulga qilib berdik. Motorlari 200 kublik motor bo'ladi. 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. Vilkalari 90 talik vilka, radiatorli, panejni pavichinalari bor. Ularga qo'shib beriladigan narsalar damkirat, ключ, kaska, magnitofon, zapas balon qo'shib beriladi. Kimga shunaqa mototsikllarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Aka, mahsulotimiz yoqdimi sizga? Bizda nima Instagram, YouTube qaysi kanaldan ko'rib keldingiz? YouTubedan ko'rib keldingiz, a? Mahsulot sizga yoqdi-ya? Yaxshi kunlarga xizmat qilsin, akajon. Aylantirib bir yonboshlarni ham cho'mkalib ko'rsatib yuboring, aka. Bundan tashqari Alp, Eldosh, Real Moto hamma turdagi assortimentlar bor. Naqd pul kredit versiyadan asosida qilib beramiz. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz bor. Tushunmagan joylar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga. Endi bemalol